Assalomu alaykum, hurmatli Tezkech kanalımızın görüşleri, qutmandu gününgizlar men. Bugün 9-oktyabr bo'lib qoldi, 2021-yil hafta kungi ishanba. Biz Batken shahrindagi Malozorda turamiz, yo'l bo'yidagi. Sizlarga qo'y, echki bolalarni bilib bermoqchimiz. Bugungi kunda qanday bo'lib qoldi? Aniqdan bizning kanaldan astabay. Bizning kanalga qatalib qo'yib, keyingi chiqqan videolarda birinchi yerdan olib ko'rsangizlar bo'ladi. Qancha oldi aka echki? 5,5 ming so'm, ha? 5,5 ming so'm bo'libdir. 4 ming so'm, ha? 4 ming so'm ekan. Boz qancha oldi aka hech kim? Men javob beraymi? 6 ming so'm. Turat, sizchi? 6 ming so'm qo'shqor ketdi. 6500. 6500 deydi. Aka bu qo'ydim bosh qancha qoldi? 13 mingga berib edingiz. 13 mingga. 13 mingga berib o'tdir. Yanzaro 13 ming so'mga berib o'tdir. Bu cho'ng qo'y qancha ekan aka? 17. 17 mingga berib edingiz, ha? 15 ga berdik. 15 ming so'mga berib edingiz. Aka qancha qaldingiz? 15 ming so'mga berib o'tdik, ko'ringizlar. Shu cho'ng qo'ydi. Aka qo'y qancha ekan bahsi? Bilmadingmi? Esi jo'q ekan. Aka bu esi qancha so'm ekan? 6100 so'm oldim. Oldingiz, ha? 6100 so'm olibdir. Böyle esler. Ech qancha ekan bunav? Oq. Bas aka. Avoy. Bas aytib qo'ying. 6 ming so'rayapti ekan, ha? Ko'ringizlar, 6 ming so'm. 6 ming so'm so'rayaptir. Qo'ydim bas qancha ekan aka? 5 ming. 5 mingga berib edim. Shuncha bo'lishi. Bo'lishi shuncha ekan, ha? 5 ming so'm ekan. 5 ming so'm deydi. Aylandirib ko'rsatarik sizlarga. Ichiga qo'yib. Aka buni qo'zlar qanchadan o'tadi ku? 4 mingdan. 4 ming so'mdan, ha? Ichiga qo'zlar 4 ming so'mdan ekan. Egiz ekan, ha? Nimadir? Egiz 4 ming so'mdan beren deydi. Qo'sh. 10 ming so'm ekan. 10 ming so'm olibdi. Mol oldim edi, tikket turoldi. Qo'shqar bu deyim. Aka bu qanchadan qildi bozor? Bozor qo'lda qo'ylar. Qillik, ha? O'zingiz qanchada o'tasiz? O'zingiz. 9 kam bor deydi. Na, biro'sin, ha? Biro'si 9 kim bor ekan. Yeni. Qancha ekan aka bahsi? 6 mingga berib edingiz. 6 ming so'mga berib o'tdi. Ular tazamat qana. Al cho'ta boramda. Qanchaga berib edingiz shuni? Qanchaga berib o'tdir? 9 ming so'mga berib o'tdir. Chap. O'sha cho'ng echkini 9 ming so'mga berib o'tdir. Chap. Qancha ekan aka bahsi? Bunisi 16 bo'ldi, bunisi 15 bo'ldi. Berib edingiz. Ha, cho'ng ichlar ekan. Bozor qancha qildi aka uloqda? 1600. Berib edingiz. 2600 so'mga berib o'tdir. $38 mingga berib o'tdir. 5 qism sotib berdi. Qisir deydi. Oxiri bu yoqqa qochdi. Bu yoqqa kelib o narga qo'sham dedi o'xshaydi. Bu yoqqa kelib ko'ndi deydi.
Nama bular qancha kerak apasi? 50 dan kam mı? 50 ming so'm kem var ekan. Qancha qildi aka bazar? 63. 63 ming qilib turganlar. Bu qanchasi tug'ishi bu? 3-chi tug'ish ekan, ha? 3-chi tug'ish ekan. 63 ming so'm qilibdi. Aka, men puli qancha ekan mana to'paqni? 17,5. Nopazi qilsa? 30 ming so'mga berib o'tir. Nopazi. Aka, boz qancha ekan ekan? Balari. Bari 25 bo'lsa 20. Bermaydigan shular bor. Shu, sizga berib o'tir. Ko'ringlar. Qancha oldi? 26 ming so'm olibdir. 26 ming so'm olibdirlar. Qancha to'tasan? 25 ming. 25 ming. Qancha qarasizlar? 25 ming. 25 ming berasizlar. Aka, bozor qancha qildi buni? Tarmoqda? Bozor qancha qildi? Bo'llak, ha? Bozor bo'llak ekan. Ko'ringlar. Aka, bozor qancha qildi bu tarmoqda? 13. Bermadingiz 13 ga. 13 ming so'm oldi ko'ringlar. Bo'lish 40 ming so'mga buni oldi. Sen qancha olding? Qancha aka? 65 yarim. 65 yarim oldi. Shu yap. Gel zakat çıkan zakat. Qancha oldi aka? 9 yarim. 9,5 ming so'm. Qanchadan bo'ldi aka qo'zlar? 4 ming so'mdan bo'ldi. Qancha oldi ekan tay? Bos, bilmayman. Qancha deydi? 26 ming so'm bo'ldi deydi. Aka, qo'y qancha oldi aka bosi? 57. 5700 so'm. Qancha qoldinglar? 10,700 so'm.